Katta bo'lsangiz, kim bo'lmoqchisiz? O'qituvchi, Наверное, футболистом. Futbolistim. doktor, askar, Учителем. povara, doktor. Biznesmen bitta ishi yaxshi boshlig'i bo'lmoqchi edim. Agar nimadirni o'zgartira oladigan bo'lsangiz, nimani o'zgartiradigan bo'ladi? Hozirgi buzilib ketayotgan odamlarni Добавила побольше площадок. Uya, ish balona. Qanaqa orzungiz bor? Eng zo'r rasmlarni chizish. ota-onamni hajga olib borish. Заиграть в футболе где-то в английской лиге. Yuriy boshqa qilmayman. Ota-onalarimga katta uy. Чтоб мама с папой были здоровы. Чтоб все жили достойно. Чтоб много подарков. Barcha ota-onalar farzandi sog'lom, baxtli va orzulariga dadil bilan intilishni istaydi. Ammo bu orzularga erishish yo'li nafaqat g'amxo'rlik va qo'llab-quvvatlashni, balki mustahkam moliyaviy asosni talab etadi. Aynan shu maqsadda Vaytu kompaniyasi ota-onalarga farzandlarining kelajagi uchun mustahkam moliyaviy poydevorni yaratishga yordam beradigan Kids Capital investitsion mahsulotini yaratdi. Kids Capital orqali investitsiya kiritib, farzandingiz O'zbekistonning eng yirik kompaniyalaridan biri Akfa Aluminium Group ulushidoriga aylanadi va kapital u bilan birga o'sib, dollar ekvivalentida yiliga 10-15% daromad yaratadi. Kids Capital bugun kiritilgan sarmoya farzandingizning ertangi imkoniyatlari.